organlari to'ydan keyin o'z joniga qasd qilgan 18 yoshli Rajabiy Xurshidning o'limini yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda deb xabar berdi Tengri News nashri. Jinoyat ishini tergov qilish jarayonida kuyov Zafar Pirov so'roq qilindi. Nashrning xabar qilishicha, Tojikistonlik Rajabiy Xurshid va Zafar Pirovlar to'y kuni bir-birini ko'rgan. Ilk nikoh kechasida esa qizning bokiraligi yuzasidan janjal kelib chiqqan. Rajabiyning qarindoshlari qiz to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tganligini va genetik ekspertiza hamda sog'liq to'g'risida ikkita ma'lumotnoma olganligini bildirdi. Tojikistonda kelin-kuyovlar to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tib, OIV, gepatit va boshqa jiddiy kasalliklar aniqlangan taqdirda turmush qurish taqiqlanmaydi. Kuyov kelinning bokiraligiga shubha qilib, uni Dushanbe shahriga qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun olib bordi. Ekspertiza qizning bokiraligini isbotlab bergan bo'lsa-da, kuyov bundan qoniqmadi. Shubha va gumonlar ta'sirida yosh oilaning tinchi buzildi. 22-iyun kuni Rajabiy o'z joniga qasd qildi. U sirka kislotasini ichdi. Shifokorlar qizning hayotini saqlab qola olmadi. Rajabiyning buyraklari ishlamay qoldi. Rajabiyning onasi Fozila Mirzoyeva qizning o'z joniga qasd qilishiga majbur bo'lganligini, bunga kuyovi sababchi bo'lganini aytdi. Kuyovim qizimni Dushanbega qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun olib borganligini eshitib, ularning ortidan bordim. Qizimni qaytarib olib ketaman dedim, ammo Zafarning onasi tushunmovchilikka barham berilib, xavotirga o'rin qolmaganligini aytib, meni xotirjam qilishga urindi, dedi u. Rajabiy o'z joniga qasd qilishdan oldin onasiga eri unga ko'chaga chiqishni taqiqlaganini aytgan.